3 xonaga bitta yaxshi variant chiqqan. O'zi to'rxona deyiladi. Dokumenti to'rxona 90 kvadrat, Yunusobod 14-kvartal. Otaginam Bahodir Astanovga yo'ldan ikkinchi dom, atroflari zo'r, bu kvartalda qimmat yuradi. Mana kiruvchilar katta keng, mana zalini qaranglar, mana. Nimaga to'rxona deyilishi, mana zali udvoyniy zal. Lekin xona hisobida sanasanglar, 3 ta xona dokumenti to'rxona deyiladi. Xo'sh, remont endi o'zimizda shu sovetskiy remontda mana bu yog'i mana detskiy spalni. Bitta plyusi hamma romlari, ko'chaning tashqi romlari almashgan, yaxshi romlar qo'yilgan. Mana Mamut katta spalni. Bu planirovkani o'zi odamlar qiziqib so'rayveradi. Mana Mamutni mana kladovka bo'lgan hammom tualet qilib yuborishgan. Mana Mamut hojatxona. Mana endi mana Mamutni ko'rasizlar mana. Indamay to'rxona desam ham bo'ladi, mana. Vannadan yoqqa surishganda Mamut o'tiradigan joy qilib yuborishgan. Xo'sh, endi davom etamiz. Mana balkoni 2 ga 6 balkon. Mana endi tomon betlarni olib, remont qilsa, bir qo'g'irchoq, shikarat, zo'r uy bo'ladi. Mana orqasida bog'cha. Xullas, narxiga kelamiz. Srochniy narxlarda 82 mingga sotilyapti. Bunaqa narxlarda kam chiqyapti. Harakat qilinglar, joyi zo'r tomon.